Baqiy qabristoni azizlar Jannatul Baqiy deyiladi. Bu qabriston birinchilardan bo'lgan Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sadoqatli sahobalaridan bo'lgan Usmon ibn Maz'un radhiyallohu anhu mana shu joyga dafn qilinganlar. Undan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'g'illari Ibrohim, ana bundan keyin uchinchi bo'lib qizlari Ruqayya radhiyallohu anha dafn qilingan edilar. Robbim qul domla mana shu qabristonga dafn qilinmoqda. Alloh taolo domlamizni ulug' zotlar bilan, sahobalar bilan birga yotishlikni iroda qilgan ekan. Rasulimizning hadislariga muvofiq u zot shafoat qilsa-yu, qiyomatda mahshargohda mana shu Jannatul Baqiy qabristonida yotgan sahobalar bilan birga turmoqligini Alloh nasib qilsin. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Allohim xotimalarni qanday go'zal qilsin. Rasulullohning ruhi qabz qilingan shaharda olamda bo'lishini iroda qilsin. Qanday go'zal makon beribsanki, Rasulimizga qo'shni qilib ashoblar bilan birga yotmoqlikni nasib qilsin. Umidimiz nomimizda qiyomatda Rasulimiz alayhissalom shafoatlariga hamrohlik qilsin. Qolgan zurriyotlarga, oilalariga sabr bering. Orqalaridan duoda, takbirda bardamonlik bering. Allohim ularni shu kungacha qilgan barcha yaxshi ezgu amallarni o'zlariga hamroh qilsin. Kamchiliklar va nuqsonlarni Ya Rabbi, duoga qul ochib turgan hojilarimiz, hoji otalarimizni ham salomat qilib, vatanga eson omon borib olishlarini nasib qilsin.